danak esa elak. Asal 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 bil kurak danak 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 esa elak. Kitoblarni o'qishni, ertaklarni o'qishni va chiroyli yozishni o'rganib olamiz. Favora g, gilos, handalak, i esa ipak. Favora g, gilos, handalak, i esa ipak. Alifboni o'rgansak, she'rlar ham yod olamiz. Ota va onamizni xursand qilamiz. Jo'ja, kitob, lola, miyaga mushukcha. Jo'ja, kitob, lola, miyaga mushukcha. Alifboni o'rgansak, biz ziyoli bo'lamiz. A'lochi va bilimdon bola bo'lamiz. Ninachi, olmaxon, paypoq, qiga qo'g'irchoq. Ninachi, olmaxon, paypoq, qiga qo'g'irchoq. Turli tuman harflardan iborat alifbomiz. Unli va untash harflar bizning do'stimiz. Randa, soyabon, to'ti, u esa ukir. Randa, soyabon, to'ti, u esa ukir. Alifbo qiziq muncha, o'rgandik ancha muncha. Yana davom etamiz so'nggi harfgacha. Varak, xo'roz, yurak, z esa zirak. Varak, xo'roz, yurak, z esa zirak. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz. Alifboni o'rganib, bilimdon bo'lamiz. O'rdak, g'ildirak, shaftoli,